Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Ha, yaxshi ustoz, siz yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Boshlaymizmi darsni? Boshlaymiz. Xo'p, hamma tayyor bo'lsa, demak, trigonometriyadan vazifa bergandim. Shu o'tilgan darslarni mustahkamlashni. Hamma darslarni ko'rib chiqdingizlarmi trigonometriyadan? Savollar bormi? Tushunmagan joylaringiz bormi trigonometriyadan? Aytgandimki, hammani o'ziga mos mavzusi bo'yicha ko'rib chiqamiz degandim. O'shanga yarasha ko'rib chiqdim. Har bittalaringizni o'sha bilmaydigan mavzularingizni. Shunga qarab mavzularni tashlayman. O'shandan bir boshdan boshlaymiz-da. Ustoz, Shu. Hmm. menda ozgina takrorlash kerak bo'lyapti. Chunki mana Xo'p. mavzuni nomi esimda, ishlanishini ko'rgandan keyin shunday kelyapti-da. Hmm. Trigonometriyani misollar bilan bugun xudo xolasa yaxshilab, trigonometriya, logaritm, arifmetik va geometrik progressiyalarni tugatish arafasida turibman, lekin hali to'g'ri misolga qaragandan darrov ayta oladigan darajada emasman. Hmm. Tushunarli. Ozgina Xo'p. tekislaydigan joyi bor-da. Xo'p, necha kun kerak sizga takrorlab chiqishingiz uchun? Xudo xolasa mana shu 2 kun oralig'i menga yetadi. Bo'ldi, kelishdik unda takrorlab chiqing, keyin gaplashamiz, hammasi. Ustoz, hozir endi bu yog'ini qolgan vaqtga ulguramizmikin? Bu yoqda 30 ta yo 40 tacha mavzu bor-da. Tugatishga Ulguramiz. Kuniga nechta mavzu o'tganimni ko'rgansiz shu paytgacha? Kuniga endi 4 ta, 3 ta. Xo'p, 4 tadan mavzu necha kunda o'tish mumkin? 40 ta mavzuni. 10 kunda. 10 kunda Ko'p kun. tugatish mumkin. Xo'p, 10 kunda tugatish mumkin, ha? Gap tugatishda emasda, u narsani tushunib, ishlab bilishda. Tugatishga ham farqi yo'q. 4 ta mavzudan o'tsam 10 kunda tugarkan. Lekin 5 ta, 6 tadan o'tsam, tamom, bir hafta, 2 haftada tugab tashlaydi hamma mavzu. Faqat mavzu o'tsam. Lekin sizlarni eslaringizda qolishi uchun harakat qilyapman-da. Ustoz, mana geometrik arifmetik progressiyani o'zini ishonasizmi, yarim soat ichiga, 15 minut ichiga tushunib oldim. Ya'ni asosiy qanday qonuniyat bo'layotgani yoki bo'lmasam qanday nima bo'layotganini tushunib oldim. IDCdan 5 tacha misol yechdim. Shularni tashlab qo'yaman. Xo'p. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Darslar o'tamizmi domla? Ha, o'tamiz. Hozir hamma kirib olsin, keyin bir boshdan boshlaymiz-da. O'tmagan mavzularimizni hammasini tushuntirib beramiz. O'sha domla qayerdan grafikaga o'tayotgan bo'lsangiz, o'sha yerdan boshlab ketavering domla. Siz Xo'p. o'tmagan payt kitobdan bir ikkita darslar ko'rib o'rgandim-da. Xo'p. Nasib bo'lsa domla, fevralda sertifikatsiya kechmasa, spelech hammamiz omadimiz bersa, shu gruppdagi bo'llardi ham. Nasib. Nasib domla. Apillar nasib qilsin hammalaringizga. Nasib domla. Xo'sh, demak, bugun bitta ish qilamiz. Kimga qaysi mavzu qiziq? Har bittalaringiz 2 tadan, 3 tadan mavzu yozish huquqiga egasizlar. Faqat mavzularingiz bir xil bo'lmasin. Guruhga yozinglar, kimga qaysi mavzu tushunarsiz. Tanlab, ana shu qo'llanma asosida yozinglar. Har bir kishi 2 ta yoki 3 ta mavzu yozish huquqiga ega. Hozir men eshitayotgan bo'lsalaringiz, yozib qoldiringlar o'sha mavzularni. Men harakat qilaman har birlaringiz uchun o'sha mavzuni tushuntirib berishga. Kelishdiki, masalan, kimdir ildizlarni biladi, lekin boshqa kishi ildizlarni yozgan. Faqat o'sha kishini o'ziga ildizlarni tushuntiraman. Tushunmasa o'sha odam savol beradi.
Tushunarlimi? Ana shunaqa qilsak, kuniga ham takrorlash bo'ladi. 7 ta, 6 ta, 9 tagacha mavzu. Ham o'sha tushunmaganlar ham ancha oldinga suriladi demoqchiman. Demak, boshladik. Kimga qaysi mavzu kerak? Yozinglar guruhga. 2 ta, 3 ta mavzu yozish huquqiga egasizlar. Hosila integral yaxshi, birinchi mavzular. Hosila integral. 2 ta mavzu bo'ldi sizdan. Yaxshi. Yana kimga qaysi mavzular kerak? Sizlar e'tibor bermanglar, men hosilaga bilmayman, bu narsa kerak emas. Hosila integral faqat shu kishiga tushuntiriladi. Qolganlarga o'zi xohlagan mavzu tushuntiriladi. Qaysi mavzu kerak? Qo'llanmadan tanlab guruhga yozinglar. 2 ta, 3 tagacha mavzu yozishlaringiz mumkin. Tezroq. Funksiyalar. Yaxshi. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Yaxshi. Yozaveringlar yana. Cauchy tengsizligi. Funksiyalar sistemasi. Yaxshi. Trigonometriya. Logaritm. Yaxshi. Trigonometriya, o'rta qiymatlar. Yaxshi. Hamma yozib bo'ldimi? Yoki agar yana kimlardir yozmoqchi bo'lsa, yozsin. Bo'lmasa, shu mavzularni o'zi bugunga yetadi. Xo'p, O'roq va Rayhon Cauchy tengsizligi va funksiyalar sistemasi mavzusini nazariyasini topib, o'sha guruhga skrinshot qilib tashlang, iloji bo'lsa. Mana bu qo'llanma bor-ku, matematika super qo'llanma. Ana shu qo'lda yozilgan qo'llanmadan Cauchy tengsizligi bor edi. Funksiyalar sistemasi ham bo'lishi kerak. O'shalarni bilan skrinshot qilib guruhga tashlang. Keyin Javohir siz ham logaritmlarni men guruhga tashlagandim. Hozir topib tashlayman o'zim. Guruhga bo'lish kerak logaritmlar. Trigonometriyani ham tashlaganman. Uni ham qaytib hozir guruhga yana tashlayman. O'sha bo'yicha o'tamiz. Logaritm hozir. Xo'sh, matematika guruhiga logaritmlarni tashladim. Xo'sh, logaritmlar ketdi. O'rta qiymatlar ham bor. Hozir uni ham tashlayman. O'rta arifmetik, o'rta geometrik. Shular ham bor, hozir tashlayman uni ham. Xo'sh.
O'rta qiymatlar. Funksiya haqida ham so'radingizlar. Funksiyani ham tushuntiramiz. Xo'p, demak guruhga tashlaymiz u rasmlarni ham. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya debdi. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani tashladim guruhga. Logaritmlar tashaldi. Xo'p, undan keyingi narsamiz funksiyalar. Funksiya tushunchasi. Funksiyani juft va to'qligi, kombinatsiyalar va chiziqli funksiya. Chiziqli funksiyani yarmini o'tamiz, chunki u kattaroq mavzu ekan. Shuning uchun. Xo'p, yaxshi. Demak, oraliqlar usuli, tengsizliklar sistemasi. Yaxshi, tushunarli. Xo'p, yana demak, bu yoqda qolib ketgan narsalarimiz trigonometriya qolib ketdi. Trigonometriyani ham hozir guruhga tashlayman. Bir boshdan mana shu nazariyalarning hammasini o'tishga harakat qilamiz bugun. Bo'shliqlarni to'ldirishga. Trigonometrik ayniyatlar, keltirish formulalari, yarim burchak formulalari matematika guruhiga tashlaymiz. Trigonometriya ham bo'ldi. Demak, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya, faqat hosila integral qoldi bizda. O'rta qiymatlar hosila va integral qoldi faqat. Uni ham hozir tashlaymiz. Qolgan hammasi adashmasam guruhga tashlandi. Xo'sh, hozir hosila va integral. Xo'sh. Integral haqida ham ozgina tashlaylik. Xo'p, guruhga tashlayapman hozir. Hosilani birinchi yaxshi tushunib olinglar, undan keyin integralga o'tsak bo'ladi. Demak, bugungi o'tadigan narsalarimiz shulardan iborat. Bir boshdan boshlaymiz. Hamma meni eshityaptimi? Eshitayotgan bo'lsalaringiz, eshityapman deb guruhga yozib yuboringlar, eshitayotganlar. 1 kishi, 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi, 5 kishi. Yaxshi, 5 kishi meni eshityapti. Yomon emas. Demak, hamma eshityapti. Bir boshdan boshlaymiz. Demak, ana shu tashlagan fayllarimni logaritmdan boshlaymiz. Faqat tushunmasalaringiz, yigitlar, qizlar, qayeriga tushunmasalaringiz to'xtatib, ustoz, mana nima bo'ladi deb mikrofonni yoqib so'ranglar to'xtatib. Hech kim sizlarga urushmaydi, gapirmaydi. Logaritmdan boshlaymiz. Logaritmgacha fayl tashlamayapman. Logaritm eng birinchi tashlaganim ekan. A darajasi x teng b ko'rinishidagi bizada ko'rsatkichli tenglamaga o'xshash narsa berilgan bo'lsin. Masalan, 5 ni x-inchi darajasi tenglik 24 ko'rinishidagi ifoda berildi. Mana shu holatda biz qoldira olmaymiz buni. Chunki x ni topishimiz kerak, bu to'g'rimi? X ni topishimiz kerak. Bunda e'tibor beringlar. X ni topishimiz uchun logaritm bizga yordam keladi. X tenglik logaritm a asosiga ko'ra b deb yozishimiz mumkin. Ya'ni 5 ni x-inchi darajasi tenglik 24 ni x tenglik logaritm 5 asosiga ko'ra 24 yozishimiz mumkin. Log pastiga 5 yoziladi, tepasiga 24 yoziladi. Mana shunaqa. Mana bu pastda turgan narsa eng pastda yoziladi-ku, 5. Ana shu asos o'qiladi. Asosga ko'ra deb o'qiladi. Mana tepada turgani esa b, bu argument deyiladi. Doim logaritmning asosi 0 dan katta va 1 ga teng bo'lmasligi kerak. Logaritmning argumenti esa doim 0 dan katta bo'lishi kerak. Asosi deganda, masalan, yozilgan bu yerda logaritm a asosga ko'ra b yozilgan. Asos deganda pastdagi a tushuniladi.
Argument deganda esa yuqoridagi b tushuniladi. Mana shunaqa narsa. Endi logaritm 4 asosga ko'ra 3x minus 5 yozilgan. Bu yerda 3x logaritmni o'ziga tegishli, lekin minus 5 tegishli emas. Lekin keyingisida logaritm 4 asosga ko'ra qavsni ichida 3x minus 5 yozilgan. Ana shu qavsni ichidagi hammasi argument hisoblanadi bu yerda. Bu yerda to'liq argument 3x minus 5. Birinchisida esa 3x ni o'zi argument edi. Minus 5 alohida narsa edi. Shu yergacha savollar bormi menga? Qayerda tushunarsiz, nima tushunarsiz? Savollar bo'lsa so'ranglar. Kimda savol bor? Yaxshi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz. Logaritmni xossalari. Logaritm a asosga ko'ra a bo'ladigan bo'lsa, bu 1 ga teng. Masalan, logaritm 5 asosga ko'ra 5. A larni joyiga 5 qo'yapman-da. Logaritm 5 asosga ko'ra 5 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni 5 ni birinchi darajasi 5 bo'ladi, chunki shundan kelib chiqadi. Logaritm a asosga ko'ra 1 esa 0 ga teng bo'ladi. Mana shu. Bu nima? Masalan, logaritm 5 asosga ko'ra 1 0 ga teng. 5 ni 0-darajasi 1 bo'ladi, chunki xo'p, mana shunday topiladi. Endi logaritm a asosga ko'ra a ning n-darajasi. Bu yerda argumentni darajasida n soni kelyapti. Ya'ni argumentda daraja kelyapti. Uni oldinga ko'paytma qilib tushirish mumkin. Masalan, logaritm 5 asosga ko'ra 5 ni kvadrati turibdi. Ana shu kvadrati bor-ku, argumenti turgan kvadrat 2. Ana shuni oldinga ko'paytma qilib tushiramiz. 2 ko'paytirilgan logaritm 5 asosga ko'ra 5 bo'ladi. U 1 ga teng. Shu uchun 2 ni o'zi chiqadi. Bu yerda ham shu narsa. 3-formulada a ni joyiga 5 qo'yapman, n ni joyiga 2 qo'yapman. Shunda javob 2 chiqyapti. Tushunarlimi? Endi 4-formulamizda esa logaritm a ni n-darajasi asosga ko'ra a tenglik 1/n ga. Nima uchun? Chunki asosda daraja kelib qolsa bizga, uni 1/lik qilib oldinga tushirishimiz mumkin, bemalol. Masalan, logaritm 5 ni kvadrati asosga ko'ra 5 deydigan bo'lsak, ana shu asosni darajasi bor-ku 2. O'shani oldinga tushirmoqchi bo'lsak, 1/2 qilib tushiramiz. Agar shu yerda 5 turgan bo'lsa-chi, logaritm 5 ni 5-darajasi asosga ko'ra 5 turgan bo'lsa, ana bu darajadagi 5 ni oldinga 1/5 qilib tushiramiz. Tushunarlimi? Ana shunday qilib ishlanadi. 5-formulada qaranglar. Logaritm a ni n-darajasi asosga ko'ra a ning m-darajasi. Bunda asosda ham daraja kelyapti, argumentda ham daraja kelyapti. Argumentni darajasi oldinga n bo'lib ko'paytma bo'lib tushadi, lekin asosning darajasi-chi n. Oldinga 1/5 bo'lib ko'paytma bo'lib tushadi. Sizlarni vazifalaringiz ana shu a ni n ni joyiga son qo'yib bitta ishlab ko'rasizlar. Qaranglar, og'zaki aytaman bittasini. Logaritm 5 ni kvadrati asosga ko'ra 5 ni kubi. Shunda 3 oldinga ko'paytma bo'lib tushadi. Mana mahrajda asosdagi 2 esa 1/2 bo'lib tushadi. Ya'ni 3/2 ko'paytirilgan logaritm 5 asosga ko'ra 5. Logaritm 5 asosga ko'ra 5 1 ni beradi. Shu uchun javob 3/2 ni o'zi bo'ladi. 5-formulagacha savollar, tushunmagan joylaringiz bormi? 5-formulagacha tushunmagan joylaringiz bo'lsa so'ranglar. Bormi tushunmagan joylaringiz? Xo'p, yo'q demak. 5-formulagacha bo'lmasa, hamma tushundimi o'zi? Bitta taklif bor edi. Xo'p, eshitaman. Hozir mana shu logaritm bo'yicha misollarni ko'rib chiqdim-da bir kecha. Yechib chiqdim, o'zimni ham bitta yechganlarim bor. Shularni ustoz gruppaga tashlab qo'ysam bo'ladimi? IDC ikkinchi qism bo'yicha hozir emas. Yo'q, hozir emas. Keyin mayli tashlasangiz, lekin hozir mavzularni ozgina kuchaytirib olganimizdan keyin misol ishlashga o'tsa bo'ladi. Lekin hozir qaranglar-da, sizlar to'liq qurollanmasdan turib jangga kirib ketayotgan askarga o'xshab qolmanglar-da.
Sizlar birinchi mana bu formulalarni qancha ko'p misollarda ko'rsalaringiz, misollarda ko'rish degani shunga o'xshash misol qidirib ishlanglar degani emas. O'zlaringizdan ana shu formulalarga 4 ta, 5 ta misol qo'yib ishlanglar hammalaringiz. Men jon kuydirib kechadan beri aytyapman, misol ishlamanglar, hali mavzuga doir misol ishlamanglar. Faqatgina o'sha harflarni joyiga son qo'yib formulalarni takrorlanglar. Keyin misol ishlanglar deyapman. Qara jadvalni bilmasdan turib ko'paytirish amalini bajarasizlarmi? Kim bajaradi? Qara jadval bilmasdan turib ustuncha ko'paytirish bajarasizlarmi? 35 kara 49 ni menga hisoblab berib bilasizlarmi qara jadval bilmasdan? Bo'lmaydi, ha? Shu uchun birinchi formulalarni yaxshi o'rganish kerak. Har biriga son qo'yib 20 martadan ishlaysizlar. Tushunarlimi? Hamma tushundimi? Bugungi vazifa ana shu logaritmga doir misollarni har biriga, har bir xossasiga 20 martadan misol yozilishi shart. Sonlarni almashtirib, manfiy son qo'yishga haqqlaringiz yo'q. Asos bilan argument joyiga faqat musbat son qo'yasizlar. Ishlab, javobini chiqarib, ana shu 19 ta formula bormi? 19 tasiga 20 martadan ishlashingiz kerak. Jami nechta bo'ladi? 2 kara 1 + 90. Hech biladi. 380 tami? Yaxshi. 380 ta misol ishlashingiz shart, majburiy. Tushunarlimi hammaga? Davom etamiz. 5-formulagacha o'rgandik. 6-formulamiz logaritm a asosga ko'ra b ning n-chi darajasi. Ya'ni argumentda yana daraja kelyapti, uni oldinga ko'paytma qilib yozish mumkin. Ya'ni masalan logaritm 5 asosga ko'ra 3 ning kvadrati. Buni 2 ko'paytirilgan logaritm 5 asosga ko'ra 3 deb yozishingiz mumkin. Yoki teskarisini yozgan bu yerda. Logaritm 5 asosga ko'ra 3 ko'paytirilgan necha yozgan? O'sha 2 ni yozib qo'yganda, n darajasini ko'paytirib yozib qo'ygan. 7-formulada esa asosda daraja kelyapti. Masalan, logaritm 5 ni kvadrat asosiga ko'ra 3. Buni tenglik qo'yapti-da, 1/2 ko'paytirilgan logaritm 5 asosiga ko'ra 3. Ana shunday yozib qo'yishimiz mumkin, xato bo'lmaydi. Tushunarlimi? Xo'p, endi 8-formulamizda ham asosda daraja kelyapti, ham argumentda. Uni argumentda darajasini oldinga ko'paytma qilib, asos darajasini 1/2 qilib tushirilgan. Ya'ni m/n asosga ko'ra logaritm a asosga ko'ra b. Masalan, logaritm 3 ni kvadrat asosga ko'ra 5 ni kubi. Buni 3/2 ko'paytirilgan logaritm 3 asosga ko'ra 5 yozish mumkin. Ana shunaqa qilib yozib ketaverasizlar. Har bitta formulaga 20 tadan misol yozasizlar. Hamma rozimi shunga? Demak, logaritmdan men yozib qo'yaman. Vazifa logaritmdan 20 tadan har bir xossaga misollar tuzib ishlash. Xo'sh. Vazifa 1 deb qo'yamiz. Demak, vazifa 1 ni qadaymiz? Vazifa 1 ketdi. Demak, bu 19 ta xossadan bitta qarab chiqinglar. Qaysi xossa tushunarsiz? 19 ta xossa bor-ku, qaysi formulasilar uchun tushunarsiz? So'ranglar. Hozircha 9-sida keldikmi? Ha, 9-sida keldik. 19 ta bor o'zi. Shu 19 taning ichidan qaysisilar uchun qiyin ko'rinyapti? Shuni aytinglar, men tushuntiraman. Yoki hali tushuntirib ketaveraymi bir boshdan? 19 tasini tushuntirib beraymi hammasini? Nima deysizlar? Guruhga yozinglarchi. Kimda taklif bor? Hammasini bitkazamiz, ha? Yaxshi. Xo'p, ketdik unda. 9-formulaga o'tamiz.
Logaritm a asosiga ko'ra b ni biza tenglik logaritm a ni m'inchi darajasi asosiga ko'ra b ni m'inchisi yozishimiz mumkin. Masalan, logaritm 5 asosiga ko'ra 3 turgan bo'ladigan bo'lsa, uni biza tenglik logaritm 5 ni kvadrati asosiga ko'ra 3 ni kvadrati yozishimiz mumkin. Ya'ni har biriga asosga ham, argumentga ham bir xil daraja qo'shsak bo'ladi. Baribir oldinga tushirgan paytimiz bittasi o'zi tushadi, bittasi bir taqsimlik tushib, qisqarib ketadi baribir. Shu uchun ham 9-formula ishlaydi doim. 10-formulada esa masalan 5 ni darajasida logaritm 3 asosiga ko'ra 2 bo'ladigan bo'lsa, ana bu 2 bilan 5 ni joyini almashtirib qo'yishlaringiz mumkin. Ya'ni argument bilan mana bu pastdagi sonni joyini almashtirib qo'yishlaringiz mumkin. Ya'ni 5 ni darajasida logaritm 3 asosiga ko'ra 2 turgan bo'lsa, 2 ni darajasida logaritm 3 asosiga ko'ra 5 turibdi deb olishlaringiz mumkin 10-formulada. Xato bo'lmaydi umuman. Olib ishlasangiz bo'laveradi. 11-formulada esa logaritm a asosiga ko'ra logaritm b asosiga ko'ra b ning n'inchi darajasi qo'yilgan. Buni qanday ishlaymiz? Bunda e'tibor beringlar, n oldinga ko'paytma bo'lib tushadi, to'g'rimi? B ni n'inchisi-ku, argument darajasi oldinga ko'paytma bo'lib tushadi. Logaritm a asosiga ko'ra n kara logaritm b asosiga ko'ra b bo'lib qoladi. Logaritm b asosiga ko'ra b ning o'zi 1 ga teng. Shu uchun ham javob logaritm a asosiga ko'ra n bo'lib qoladi. Ana shundan chiqadi javob. Birni yozib o'tirish shart emas. Faqatgina argument darajasini oldinga ko'paytma qilib tushirilgan xolos. 12-formula juda ham qiziqarli. Asoslari bir xil ko'ryapsizlar, hammasi logaritm a asosiga ko'ra. Logaritm a asosiga ko'ra b qo'shilgan logaritm a asosiga ko'ra c. Buni masalan logaritm 3 asosiga ko'ra 5 qo'shilgan logaritm 3 asosiga ko'ra 2. Buni biz logaritm 3 asosiga ko'ra 5 kara 2 yozishimiz mumkin. Ya'ni argumentlarni shunday ko'paytirib qo'yib, bir xil asosga olib yozishimiz mumkin. Agar shu ayirma bo'ladigan bo'lsa-chi, logaritm 5 asosiga ko'ra 3 ayrilgan logaritm 5 asosiga ko'ra 2 bo'ladigan bo'lsa, uni biz tenglik qo'yib, logaritm 5 asosiga ko'ra 3 taqsim 2 yozishimiz mumkin. Tushunarlimi? Ana shunday ayirish bo'ladigan bo'lsa, asoslari bir xil bo'lsa, uni argumentlar nisbati ko'rinishida yozsak bo'laveradi. Hech qanaqa xato bo'lmaydi. 13-formula. Tushunarlimi? 14-formulamiz endi logaritm a asosiga ko'ra b ning m'inchi darajasi, keyin общий umumiy qavsning n'inchi darajasi. Logaritmni g sini ustida turibdi n'inchi daraja, to'g'rimi? Bu hammasini n'inchi darajaga ko'taramiz degani. Masalan, logaritm 3 asosiga ko'ra 5 ning kvadrati turgan bo'lsa, o'shani qavsining kvadrati. Chiqqan natijani kvadrat ko'tar deganini bildiradi. Ana bu yerdagi argument darajasini oldinga tushirishimiz uchun mana bu n daraja ham ta'sir qiladi unga. Ya'ni m ning n'inchi darajasi ko'paytirilgan logaritm a asosiga ko'ra b ning n'inchi daraja. O'sha n daraja turaveradi, faqat b ni ustidagi darajani olib chiqqanimiz uchun m ning n'inchi darajasi bo'lib chiqyapti u. Darajasi bilan birga olib chiqamiz-da. Tushunarlimi? 15-formulamizda esa logaritm a asosiga ko'ra b ni biz bir xil asosli ikkita logaritmlar nisbati yozishimiz mumkin. Masalan, logaritm 5 asosiga ko'ra 3 turgan bo'lsa, shuni biz logaritm 2 asosiga ko'ra 3 taqsim logaritm 2 asosiga ko'ra 5 yozishimiz mumkin. Faqat men nima qildim? A bilan b ni joyiga son qo'ydimda formuladan, bu yoqda c ni o'zimdan qo'yib qo'ydim. Farqi yo'q uni. Baribir sizlar chap tarafga son qo'yinglar, o'ng tarafga o'shani harflarini sonini o'zgartirmasdan yozinglar. Shundagina sizlar ayniyatni, ya'ni formulani isbotlagan hisoblanasizlar. Shunaqa. 16-formulamizda qaranglar, xuddi kasrni qanday qisqartiramiz? Xuddi shunaqa qisqartirishimiz mumkin. Masalan, logaritm a asosiga ko'ra b ko'paytirilgan logaritm b asosiga ko'ra a bo'ladigan bo'lsa, a larni b larni qisqartirib yuborib, javobni bir yozib qo'ysak bo'lar ekan. Demak, asoslar bilan argumentlarni xuddi ko'paytirgandek qisqartirishga haqqimiz bor ekan. Shunaqa. 17-formulamizda esa logaritm a asosiga ko'ra b berilgan, uni biza bir taqsim logaritm b asosiga ko'ra a yozishimiz mumkin. Ya'ni masalan, bizga logaritm 5 asosiga ko'ra 3 berilgan bo'lsa, uni bir taqsim logaritm 3 asosiga ko'ra 5 yozishimiz mumkin. Xato bo'lmaydi. To'g'ri bo'ladi. Endi qaranglar, 18-formula bilan mana bu 16-formula o'xshash qisqartirilyapti. Asoslar bilan argumentlar bir xil bo'lsa, qisqartirib yuborib, bitta logaritm qilib yozilyapti. Qaranglar, logaritm a asosiga ko'ra b ko'paytirilgan logaritm b asosiga ko'ra c shunday ketgan. B la, c la, d la qisqarib, a bilan n ni o'zi qolgan. Tepada n qolgan,
pastda a qolgan. Demak, buni biza logaritm a asosiga ko'ra n yozishimiz mumkin. Hech qanaqa xato yoki muammo bo'lmaydi. Tushunarlimi? 19-formulamizda esa endi ildizlik narsa bor. Bunda qaranglar. A ni darajasida ildiz ostida logaritm a asosiga ko'ra b turibdi. O'sha teng ekan. B ni darajasida ildiz ostida logaritm b asosiga ko'ra a turibdi. Uni biza masalan a bilan joyiga son aytaman. 2 ni darajasida ildiz ostida logaritm 2 asosiga ko'ra 5 turibdi. Uni biza yozishimiz mumkin. 5 ni darajasida ildiz ostida logaritm 5 asosiga ko'ra 2 turibdi deb yozishimiz mumkin. Qachonki ildiz kelganda 19 bilan 10-formula bir-biriga o'xshaydi. Faqat ildizi borligi uchun a lani joyiga b, b lani joyiga a yozilyapti. Ildizi bo'lmasa esa faqat asos bilan argument joyini almashtirib qo'ysak bo'ldi edi. Tushunarlimi? Mana shunday topib olishimiz mumkin. Logaritmning xossalaridan savollar, tushunmagan joylaringiz bormi? Logaritmik tenglama hozircha bizga shart emas. Faqat logaritmni o'zini xossalarini o'zini o'taylik yetadi. Logaritmni tenglamasi kerak emas hozircha. Yaxshi. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, qolganlar ham so'ranglar. Hozircha bir kishi tushunibdi. Xo'p, tushunmagan joylar bormi? Eshitaman. Nima, hozir logaritmda asosiy tushungan narsam, agar pastdagi qiymat tepaga o'tib qolsa minuslik bo'ladi, agar tepadagi qiymat oldinga tushib qolsa plyuslik bo'ladi. Mana shu ular asoslari bir xil bo'lsa, shunda qisqartirib yuborishimiz mumkin. Ko'paytirishda. Ko'paytirishda o'ziga. Shular hozircha tushunganim, misollarda ham harakat qilib ko'raman, yana formuladan foydalanishga. Harakat qilib ko'rmaysiz, aniq bajarasiz uni. Ertagacha men 20 tadan misol har birlariga kutaman. Tushunarlimi? Jami 380 ta misol bo'lishi shart, majburiy. Keyingi kichkinagina mavzuchamiz bor bitta. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya mavzusi. Bunda qaranglar. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani yig'indisini topish formulasi masalan ketyapti, qaranglar. 1/2, 1/4, 1/8 va hokazo cheksizlikkacha ketyapti. Buni biza yig'indisini topishimiz uchun B1 bor bizaga, to'g'rimi? 1 ga teng. Va Q nimaga teng? Q bo'linma. O'sha B2 ni B1 ga bo'lsak necha chiqadi? 1/2 ni 1 ga bo'lsak 1/2 ni o'zi chiqadi, to'g'rimi? Demak, Q'yimiz 1/2 ga teng ekan. Endi shuni o'rniga qo'yib cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya formulasini qo'ysak bo'ladimi? 1/1/2 desak, bizga yig'indisi kelib chiqadimi yoki yo'qmi? Javob beringchi, nemachi? Gapimni eshityapsizmi? Eshitaman. Kelib chiqqanda hozir notebookda edimda, ulgurolmay qoldim. Tushunarli. Demak, mana misol tariqasida aytyapman. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya degan cheksiz davom etadi. 1 bor, 1/2, 1/4, 1/8 shunday cheksiz ketyapti. Shularni yig'indisini toping desa, mana shu formulaga qo'yar ekanmiz. S cheksiz tenglik B1/1 minus Q. Q'ni qanday topamiz desa, B2 ni B1 ga bo'lsak, Q kelib chiqadi yoki B3 ni B2 ga bo'lsak, Q kelib chiqadi. B1 bor, B1/1 minus Q formulaga qo'yadigan bo'lsak, bizga cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indisi kelib chiqadi. Tushunarlimi? Shuni misol tariqasida bitta yozib tushuntirsangiz ko'proq tushunaman-da. Misol aytdim-ku hozir. Yo'q, yozilgani, u aytilgani nima, baribir ko'rgan boshqacha nima misol. Tushunarli bo'ldi, uni ham hal qilamiz hozir 1 daqiqa. Xo'sh. Xo'sh. Mana bu sizga guruhga tashlayapman, qarang. Aynan siz uchun
Bitta ana shu videoni ko'rsangiz, o'shani o'zi menimcha yetarli bo'lib qoladi. Kirib ko'ring, ana shu cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya mavzusini doskada ishlab tushuntirgan mavzu. Tushunarlimi? Aha, tushunarli. Yaxshi. Keyin demak cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya mavzusi ham ketdi. Va keyingi narsamiz tengsizliklar sistemasi, oraliqlar usuli, Cauchy tengsizligi haqida gaplashamiz. Cauchy tengsizligi bu qaysidir misollar uchun Cauchy tengsizligi qachon, nima o'zi bu Cauchy tengsizligi deb savol berilsa, nima deymiz? Bu Cauchy tengsizligi bizaga tengsizlikni yoki tenglamani ishlamasdan turib, u yechimga egami yoki yechimga ega emasmi? Shuni bilib olishga yordam beradi xolos. Cauchy tengsizligi. Tushunarlimi? Shunaqa deb bilsak bo'ladi. Keyin oraliqlar usuli nima? Oraliqlar usuli tengsizlikni ishlaymiz, to'g'rimi? Ana shu tengsizlikni ishlaganimizdan keyin oraliqlarga qo'yib, tog'chalar chiziladi xullas. O'shanda musbat, manfiy qiymatlarini topib olamiz. Keyin bizaga nima bo'ladi? Qiymat kelib chiqadi. Qiymat kelib chiqqandan keyin o'sha oraliqqa qo'yamiz. Musbat, manfiy deymiz. Agar tengsizlikni ishorasi 0 dan katta yoki teng turgan bo'lsa, demak musbat oraliqni javob qilib olamiz. Qarang, masalan, oraliqlar usuli degan betga e'tibor beringlar. Ko'ryapsizlarmi o'sha betni? Oraliqlar usuli degan betni. Orasidan chiqmayapti-da. Xo'p, qaranglar, hozir guruhga yana tashlayman. Oraliqlar usuli degan betni ko'ryapsizlarmi? Mana guruhga tashladim, hozirgina tashladim. Topdingizlarmi? Endi qaranglar. Oraliqlar usuliga qanday qo'yiladi? Oraliqlar usuliga qo'yishimiz uchun x minus a kira x minus b ko'rinishi, ya'ni ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. Undan keyin har birini 0 ga tenglashtirib, x ni nimaga tengligini topib olamiz. Masalan, bitta misol, x minus 3, x minus 4 masalan. X teng 3, x teng 4 chiqdi. Masalan, 4 3 dan katta, to'g'rimi? O'rniga qo'yamiz. 4 3, ya'ni 3 4. Keyin ana shuni tog'larni chizamiz. Musbat, manfiy, musbat. Bizaga nima deyapti tengsizlik ishorasida? 0 dan katta yoki teng bo'lsin deyapti. To'g'rimi? 0 dan katta yoki teng oraliq qaysi? Ikkita chet. Minus cheksizlikdan a gacha va b dan cheksizlikgacha. Nima uchun b bilan a to'rtburchak qavsga olingan? To'rtburchak qavsga olinganning sababi chunki katta yoki teng bo'lsin deyapti. Agar katta belgisini o'zi bo'lganda aylana qavsga olardik. Teng ishorasi ham bo'lganligi uchun bizaga nima degan? O'zini ham olib to'rtburchak qavsga olsak bo'ladi. Tushunarlimi? Biz bu yerda tushunganim hozir mana nimani kvadrat tenglamani nima yig'ish bor edi-ku, kvadrat tenglamani ikkiga ajratardik. Xuddi shunaqa bo'lib ketardi. Bo'ladi, unday desangiz ham bo'ladi. Ikkita qavsga ajratib turib, hozir qavsni ochib chiqqan taqdirimizda kvadrat tenglama bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p. Shu hozir tushunganim. Buni ham amaliyotda bitta sinab ko'raman. Yaxshi. Xo'p, qaranglar endi. Guruhga bitta narsani tashladim. Tengsizliklar sistemasi. Xo'p, buni yozib qo'yamiz. Tengsizliklar. Bunisiga tengsizliklar sistemasi. Xo'p, mana ikkita dars tashlandi. Tengsizliklar va tengsizliklar sistemasini ishlash haqida dars tashlandi. Endi yana nimalar tushunarsiz edi? Hozir ko'ramiz.
tenglama, o'rta arifmetik, o'rta geometrik qiymatlar borda bizada. To'g'rimi? O'rta arifmetik bilan o'rta geometrik tushunarsiz edi ko'pchilikka, to'g'rimi? Arifmetik va o'rta geometrik. Xo'sh, havola yaratish. Qaranglar, mana o'rta arifmetik va o'rta geometrikni ham tashladim. Undan keyin xo'sh, davriyonli kasrlarni tushungansizlar, ildizlar, proporsiya, tenglama, tenglamani aytishni bilasizlar. Kvadrat tenglama, chala kvadrat tenglama, parametrli kvadrat tenglama ham bor bizada. Tenglamalar sistemasi bor, tengsizliklar sistemasi, oraliqlar usuli degan mavzuyimiz ham bor. Alohida tushuntirgan darsim. Oraliqlar usuli. Qaranglar, endi ishimiz oson bo'lishi uchun bunday qilyapman-da. Oraliqlar usulini ham tashladim. Undan keyin yana nimalar bor? Oraliqlar usulidan keyin modulli, irratsional. Tamom. Boshqa hech narsa yo'q ekan. Hozircha shu darslar bor. Endi qolganini tushuntiramiz. Oraliqlar usulidan keyingi narsamiz nima edi? Xo'sh, funksiya edi, to'g'rimi? Funksiyani tushuntirishimiz kerak. Funksiya haqida gaplashsak sizlar bilan. Hozir parametrli tengsizliklarni ham tushuntirish kerakmi yoki yo'qmi? Parametrli tengsizliklar kimga kerak? So'ranglar. Bunga bitta savol berib ko'ringchi, savolni ishlanishiga qarab javob berishimiz mumkin. Endi bilganlar deymanda, misolni ishlab bilsa, shunda nima bo'lishi mumkin? Savolni beraymi? Xo'p, ko'ringchi. masalan, 3x kvadrat ayrilgan ax qo'shilgan masalan 8 katta noldan. Qachon x ning qiymatlari barcha butun sonlar bo'ladi? Qachon x ning qiymatlari barcha butun sonlar bo'ladi? Ustoz, Ya'ni shuni yozib gruppaga. ha, yozilgan. Tushuntirgandim, to'g'ri, lekin yana men logaritmni ham tushuntirgandim, trigonometriyani ham tushuntirgandim, lekin yana tushuntirishimga to'g'ri kelyapti-da. U o'zi o'rganib qoldim, qayta tushuntiraverman. Mana bu parametrli tengsizliklar haqida tashladim guruhga. Ana bu formulalarni tushunganmisizlar? Parametrli tengsizliklar. Yo'q, misolni o'zini aytyapman, ustoz. Hamma misolni o'zini aytdim-ku. Misolni o'zini nimasini tashlab qo'ysangiz hozir yozib olardim-da. Xo'p. Aytaman, yozib oling. Xo'p, hozir mana. X kvadrat Hozir x kvadrat qo'shilgan ax qo'shilgan ax qo'shilgan 8 qo'shilgan 8 katta noldan. katta bo'ladi 0 dan. Ana shu qachon ratsional, ya'ni x ni barcha qiymatlarida o'rinli bo'ladi? X ni barcha qiymatlarida o'rinli bo'ladi. Mana shu savol. Son tanlab ko'rish kerak. Yo'q. Ishlashni o'zini usuli bor buni. Tengsizlik ko'rinishiga keltirib ishlashimiz kerak bo'ladi. Yo'q, esimga kelmadi lekin. Tashladim guruhga hozir qanday ishlanishini. Rasm ko'rinishida parametrli tengsizliklar mavzusini birinchi formulasi ax kvadrat qo'shilgan bx qo'shilgan c katta noldan turadigan bo'lsa, unda x tegishli r bo'lishi uchun a noldan katta, diskinma noldan kichik bo'lishi kerak deyapti. Yoki aksincha, diskinma noldan katta, a ham noldan katta deb olishimiz kerak.
Shunaqa usullari bor. Parametr tengsizliklarni video darsini hozircha topolmadim, tushuntirgan darsimni. Topsam hali tashlab qo'yaman uni. Hozircha video darsi yo'q. Ya'ni doskada tushuntirganim yana ham tushunarliroq bo'ladi. Doskada tushuntirganim hozircha yo'q. Topsam yoki bo'lmasa ertagacha men taxlab tashlab qo'yaman video ko'rinishida. Tushuntirib beraman. Hozircha shu demak. Funksiya mavzusini ham tugatib olaylik. Funksiyani boshlaylik. Hozircha bu yergacha savollar bormi menga? Shu mavzular yuzasidan. Video darslarni men tashlaganlarimni hammasini ko'rib chiqasizlar. Qadab qo'yaman ularni ham. Video darslarni. Hozir. Qadadim. Shularni ham bir ko'rasizlar. Keyin demak, funksiya mavzusigacha savollar yo'q. To'g'rimi? Savollar bo'lsa, bemalol mikrofonni bosib so'rashlaringiz mumkin. Bormi? Xo'p, demak, davom etamiz. Funksiya mavzusi. Funksiya tushunchasi o'zi nima? X to'plamdagi har bir elementga Y to'plamdan yagona elementning mos kelishiga funksiya deyiladi. Demak, X bizada erkli o'zgaruvchi, Y esa erksiz o'zgaruvchi deyiladi. Funksiyani o'zi ikki xil ifodalanadi. Y teng fx plus 1 yoki y tenglik fx minus 1 bo'lishi mumkin yoki fx tenglik yx minus 1, fx tenglik yx plus 1. Ya'ni e'tibor beringlar, y bilan f ni joyi nima bo'lyapti? Almashib qolyapti faqat. Shunaqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. X ning, ya'ni x bizada argument deyiladi. Aniqlanish sohasi yoki qiymatlar sohasi deydigan bo'lsa, y ning qiymatlari tushuniladi. Bitta narsa, aniqlanish sohasini toping desa, doim x ni ko'z oldingizga keltiringlar. Qiymatlar sohasi desa, doim y ni ko'z oldingizga keltiringlar. X ni, ya'ni argumentning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar to'plamiga funksiyaning aniqlanish sohasi deyiladi. Aniqlanmagan tushunchalar deb yozib qo'ygan. Y teng nimadir taqsim 0. Maxraj, kasrning maxraji 0 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Hech qachon kasrning maxraji 0 bo'lmaydi. Doim biz maxraji teng emas 0 deb shart berib qo'yamiz. Yoki juft darajali ildiz osti manfiy bo'lishi mumkinmi? Ildiz ostida -8 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Ildiz ostida manfiy ham bo'lishi mumkin emas. Tushunarlimi? Mana bu yerda birinchi berilgan funksiyalar bor, juda ko'p. Y teng kx, y teng kx plus b, bularni joyiga k bilan b ni joyiga son qo'yib yozamiz. Masalan, y teng 5x funksiya yoki y teng 5x plus 6 funksiya yoki y teng 8 funksiyasi. Y teng 8x kvadrat yoki y teng 16x ning 3-darajasi yoki y tenglik 8x kvadrat qo'shilgan 5x qo'shilgan 7. Mana bunaqa birinchida berilgan 3, 6, 7 ta funksiyamizni javoblari, x ni qiymatlari doim minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Ya'ni x ni barcha qiymatlarida o'rinli bo'ladi bu doim. Tushunarlimi? Endi ikkinchi funksiyamizda y teng fx taqsim gx funksiya berilgan. Bunda nima bo'lmasligi kerak? Maxraj 0 bo'lmasligi kerak. Gx teng emas 0 deb shart berib qo'yamiz, keyin funksiyani grafikini chizamiz. Funksiyada asimtota degan narsa bor. Ya'ni o'sha qiymatga yaqin boradi-yu, lekin o'shanga tegmaydi. Masalan, bu yerda gx ni joyiga x minus 1 bo'ladigan bo'lsa, x teng 1 bo'lib qoladi. X hech qachon 1 bo'la olmaydi. Maxraj 0 bo'lib ketadi shunda. Asimtotasi x teng 1 nuqta bo'ladi. O'shangacha yaqinlashadi-yu, lekin hech tegmaydi. Yoki 3-formulamizda y teng juft darajali ildiz ostida fx. Buni nima deb misol keltirishimiz mumkin? Y teng ildiz ostida x plus 1. Shunda x plus 1 0 dan katta yoki teng bo'lsin, ya'ni x imiz 1 dan katta yoki teng bo'lsin degan shartni beramizda, keyin grafikimizni chizamiz. Grafik chizish uchun 3 ta qiymat beriladi doim: 0, -1, 1. Eng asosiy qiymatlar shular. Keyin tutashtirib taxminan chizish mumkin. Agar yana ham aniqroq grafik chizmoqchi bo'lsalar, 0 ni, -1 ni, -2 ni, -3 ni, shunaqa qiymatlarni keyin 1, 2, 3 ana shunaqa qiymatlarni berib, x ni o'rniga y topib, o'sha nuqtalarni belgilab tutashtirib chiqishlaringiz kerak. Grafikini chiroyli qilib chizish uchun. Shunaqa. 5-formulamizda qarang. 4-formulamizda tog' darajali ildiz ostida fx berilgan.
Kub ildizlar -8 ham bo'laveradi. Shuning uchun ham -8 ham +8 ga bo'lishi mumkin. Toq darajali ildizga hech qanaqa shart bermaymiz. Faqat juft darajali ildizga shart beramiz. Shu uchun. 5-chi qoidamizda esa ildiz ostida fx taqsim gx funksiya berilgan. Ana shu ildizni ichidagi hammasini 0 dan katta yoki teng deb ishlaymiz. Shunda gx nima bo'lmasligi kerak? Teng emas, 0 bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqadi. 6-chi formulamizda esa toq ildiz ostida fx taqsim gx berilgan. Bunda toq darajali ildiz ostidagi narsa hech qanaqa talabni olmaydi. Kub ildizda -8 ham bo'lishi mumkin, minus nechidir ham bo'lishi mumkin, farqi yo'q. U qabul qilaveradi, lekin ana bu mahraj faqat teng emas 0 bo'lishi kerak xolos. Ya'ni gximiz teng emas 0 qiymatni qabul qilishi kerak. Tushunarlimi hammaga? Xo'p, keyingisi funksiyani juft va toqligi. Bu funksiya tushunchasidan savollaringiz, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, so'ranglar bemalol. Bormi? Ustoz, mana darajada 2n-1 berilgan-ku. O'sha n ustoz funksiyadagi aynan qaysi qiymatni oladi? Xohlagan qiymatni qo'yib ko'ring. Bu yerda formula ketyapti. Formulani joyiga o'zimizdan qiymat berishimiz yoki shunaqa kelib qolsa, ana shunday ishlaymiz degan maqsadda juft yoki toq son kelib qolsa deganini bildiradi. 2n turgan bo'lsa, demak bu yerda juft son kelsa, shu formulaga qo'yasan degani. 2n -1 yoki 2n +1 turadigan bo'lsa, unda toq son kelsa, ana shu darajada shu formulaga qo'yasan deganini bildiradi. Tushundim. Demak bu n bu daraja, to'g'rimi? Daraja, tamom. Ya'ni darajani qiymati. Ildiz darajasi. Xo'p, yana savollar bormi? Savollar bo'lsa bemalol so'rayveringlar. Xo'p, savollar bo'lmasa, funksiyaning juft va toqligi mavzusiga o'tamiz. Qachon funksiya juft bo'ladi? Qachon funksiya toq bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz. E'tibor beringlar. Juft funksiya bo'lishi uchun minus son qo'ysak ham, plus son qo'ysak ham bir xil javob chiqishi kerak. Masalan, bitta funksiya berildi sizlarga, -1 ni qo'ysalaringiz ham, 1 ni qo'ysalaringiz ham bitta javob chiqishi kerak. Masalan, mana bu y teng 6x ning 8-chisi qo'shilgan 7x 4-chisi ayrilgan 5. Bunda x ni joyiga -1 ni qo'ysalaringiz ham o'sha javob chiqadi. +1 ni qo'ysalaringiz ham o'sha. Demak, bu juft funksiya. Keyin bitta narsa, darajalari juft bo'lishi kerak. 8 4 ko'ryapsizlar, x ning darajalari juft bo'lishi kerak, qo'shilgan yoki ayrilgan nimadir ham bo'lishi kerak. Shunda u juft funksiya bo'ladi. Toq funksiya bo'lishi uchun plus qo'ysak boshqa javob, minus qo'ysak o'shani qarama-qarshiroq, o'shanga o'xshashroq son chiqishi kerak. Masalan, y teng 5x ning 7-chisi ayrilgan 3x kubi. Qo'shilgan yoki ayrilgan undan boshqa son bo'lmaydi. Hech qanaqa. Faqat darajalari toq son bo'lishi kerak. Masalan, x ning joyiga -1 ni qo'ysak, -5, xo'p, +3 bo'ladi. -5 ga +3 ni qo'shsak, nima bo'ladi? -2 bo'ladi. Endi 1 ni qo'yib ko'rsakchi, 5 ayrilgan 3 bo'ladi, 2 bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni bir-birini qarama-qarshi choraklar yoki o'shanga o'xshash sonlar chiqsa, demak bu toq funksiya. Lekin na juft, na toq funksiyani qayerdan ajratamiz desa, eng soda qoidasi bor. Darajalari toq bo'lishi kerak va qo'shilgan yoki ayrilgan nimadir soni ham bo'lishi kerak. Saqlab aytadigan bo'lsam, juft funksiya bo'lishi uchun faqat darajalari juft bo'lishi kerak. Toq funksiya bo'lishi uchun esa faqat darajalari toq va qo'shilgan yoki ayrilgan birorta son bo'lmasligi kerak. Na juft, na toq funksiya bo'lishi uchun esa darajalari toq funksiya va bu yoqda qo'shilgan yoki ayrilgan birorta son ham bo'lishi kerak. Tushunarli bo'ldimi? Endi kombinatsiyalar bor bizga. Agar juft funksiyaga juft funksiyani qo'shsak, yana juft funksiya hosil bo'ladi. Juft funksiyadan juft funksiyani ayirsak, yana juft funksiya. Pastdagiga qaranglar endi. Toq funksiyaga toq funksiyani qo'shsak yoki ayirsak, yana toq funksiya hosil bo'ladi. Juft funksiyani juft funksiyaga ko'paytirsak, yana juft funksiya hosil bo'laveradi. Toq funksiyani toq funksiyaga ko'paytirsak, bizga yana juft funksiya hosil bo'ladi. Shunaqa bu kombinatsiyalarni yodlaysizlar, shunda eslaringizda qoladi hammasi. Tushunarlimi? Hozircha chiziqli funksiyani o'tmaymiz. Funksiyani nimaligini tushunib olinglar, o'shani o'zi yetadi.
Trigonometriyaga hali ulgurmas ekanmiz. Trigonometriya, hosila bularni keyingi darsda o'tib beraman. Hozircha shu funksiyani juft va toqligigacha o'tilgan hamma mavzularni to'liq o'qib tayyorlanasizlar. Keyingi dars yana men yangi mavzular qilib beraman. Yangi mavzularni o'tib tushuntirib beraman. Keyingi vazifalaringiz mana bu tashlagan video darslarim bor-ku. Mana shu video darslarimni ko'rish va logaritmdan har bitta xossasiga 20 tadan misol ishlash vazifa bo'ladi. Tushunarlimi? Vazifani hozir qaytib tashlab qo'yaman yana guruhlaringizga. Xo'sh, mana. Tashladim. Vazifa 20 tadan misol ishlash. Keyin yana ikkinchi vazifa esa video darslarni ko'rib o'tilgan mavzularni nazariyasini takrorlash. Mana yozib guruhlaringizga tashlab qo'ydim. Hamma shu vazifani bajarishi shart. Agar kimlar bajarmasa, e'tibor beringlar. Bajarmasalaringiz guruhdan shunday chiqarib yuboramizda, o'zlaringizga alohida guruh ochib qo'yiladi. Bu guruhdan orqada qolib ketasizlar. Bu guruh sertifikat oladi. Undan keyin qolganlar qolib ketadi. O'ziga alohida kuniga bittadan mavzu tushuntirib o'tiriladi. Bu guruhda nima bo'lsa ham hammalaringiz sertifikat olishlaringizgacha jon-jahdim bilan harakat qilaman. Sizlar ham shunga yarasha harakat qilinglar. Lekin men harakat qilaversam u sizlar harakat qilmasalaringiz, men ham to'xtayman, sizlar ham to'xtaysizlar, bekorga pullaringizni sarflaganlaringiz qoladi hammalaringiz. Meni tushundingizlar? Shu uchun jon-jahdlaringiz bilan shu men aytgan vazifani bajaringlar. Men ham o'shanga yarasha sizlar uchun harakat qilaman. Kelishdik. Kimlarga vazifa, mavzular tushunarli bo'lsa, tushundim deb yozinglar. Nima savollaringiz, takliflaringiz yoki murojaatlaringiz bo'lsa ham guruhga yozinglar yoki mikrofonni bosib gapirsalar mayli. Guruhga yozsalar ham mayli, men o'qib hammasini javob berib ketaveraman. Xo'p, yaxshi. Hammalaringizga tushunarli bo'lgan bo'lsa vazifalar, shularni bajarasizlar, video darslarni ko'rasizlar, o'zlaringiz ustilaringizga ko'proq ishlanglar. Matematikadagi ana bu tashlagan darslarim bor-ku, qo'llanmani tushuntirib tashlagan darslarim. Shuni nimadir ish qilayotgan bo'lasizlarmi? Boshqa, masalan, nimadir bilan shug'ullanayotgan bo'lsalaringiz ham shu darsdan eshitib, keyin shug'ullaninglar. Shunda eslaringizda qoladi-da hammasi. Men hozir video darslarni yana qaytib tashlab qo'yaman guruhga. Ya'ni matematikadagi o'sha qo'llanmani tushuntirgan darslarim bor-ku, o'shani yana guruhga qaytib tashlayman. Ularni ham bir boshdan bir ko'rib chiqinglar. Geometriyagacha bor. 9 minut, 10 minutlik dars o'zi. Mana tashlab qo'ydim guruhga hammasini bir barakaga. Faqat sizlar ko'ringlar bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Tushunarlimi? Xo'p, savollar bo'lsa so'ranglar yoki Telegramdan hech kimga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bemalol savollaringizga javob beraman. Hozircha demak shu edi bugungi darsimiz. Vazifalar hamma tushunarli bo'lgan bo'lsa, ertaga yana davom etamiz, xudo xolasa. Shu bilan demak bugungi darsimiz tugadi. Nima muammo bo'lsa yoki nimadir savol bo'lsa, hech kimga bemalol yozaveringlar. Shu bilan guruhda darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.